Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Odamlar orasida yangi qonun chiqibdi. Endi uylarni tortib olishar ekan. Kadastri yo'q uylar buzilar ekan. Qarzdor bo'lsangiz uyingizni olib qo'yishar ekan degan gaplar juda ko'paydi. Bu video har bir xonadon egasiga, ipoteka olayotganlarga, meros orqali uy olganlarga, hovlisini hujjatsiz kengaytirganlarga, yer uchastkasida noqonuniy qurilish qilganlarga va hatto ijara uyda yashayotganlarga ham tegishli. Men bu mavzuni vahima qilish uchun emas, aksincha, siz nima xavf, nima yolg'on, nima haqiqiy tartib ekanini aniq bilishingiz uchun tushuntiraman. Chunki hujjatni vaqtida tekshirmagan odam ertaga sudda, hokimiyatda, kadastrda, bankda yoki majburiy ijro organida yugurib yurishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy tushuntirishlar ko'p odamlarni katta muammolardan saqlab qoladi. Avvalo bir narsani aniq aytaman. Hech kimning qonuniy rasmiylashtirilgan, hujjatlari joyida bo'lgan uyini shunchaki kelib tortib olib ketish mumkin emas. Mulk huquqi konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi. Lekin amaliyotda uy joy bilan bog'liq muammolar o'sha katta sababdan kelib chiqadi. Birinchisi, uy yoki yer hujjati to'liq emas. Ikkinchisi, uy garovda yoki katta qarzlar bor. Uchinchisi, uy noqonuniy qurilgan yoki davlat ehtiyoji uchun ajratilishi kerak bo'lgan hududda joylashgan. Oldin ko'p odamlar uy sotib olayotganda mahalla biladi, qo'shnilar guvoh. Eski egasi yaxshi odam. Notariusga keyin boramiz. Kadastr keyin chiqadi deb yurardi. Ayrimlar hovlisiga qo'shimcha xona qurardi. Tomorqaning chegarasini biroz kengaytirardi. Ko'chaga chiqib ketgan joyga devor tortardi. Keyin hamma shunaqa qilyapti-ku deb o'ylardi. Lekin hozir davlat reyestrlari, kadastr bazalari, elektron ma'lumotlar, sud qarorlari, soliq va bank tizimlari bir-biriga ko'proq bog'lanmoqda. Shu sababli ilgari ko'rinmay yurgan muammo hozir hujjatda darhol chiqib qoladi. Masalan, siz uy sotmoqchisiz. Notariusga borsangiz, uyning ustida taqiq borligi chiqadi. Yoki kadastrda yer maydon 4 sotiq, lekin realda siz 6 sotiqni devor bilan o'rab olgansiz. Yoki uy meros bo'yicha sizniki deb o'ylaysiz. Lekin meros guvohnomasi olinmagan boshqa vorislar ham bor. Yoki ipoteka krediti bo'yicha to'lov kechikkan, bank sudga bergan, ijro ishi ochilgan. Odamlar mana shuni uylarni tortib olishyapti deb tushunadi. Aslida esa muammo ko'pincha hujjat, qarz, garov, noqonuniy qurilish yoki nizoli mulk bilan bog'liq bo'ladi. Yana bir muhim jihat, agar davlat ehtiyoji uchun yer ajratilishi kerak bo'lsa, masalan, yo'l, metro, ko'prik, elektr tarmog'i, maktab, shifoxona yoki boshqa jamoat obyekti qurilishi rejalashtirilsa, uy joy buzilishi masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda ham mulkdorga kompensatsiya, boshqa uy joy yoki kelishuv asosida to'lov masalasi bo'lishi kerak. Ya'ni hech narsa bermasdan chiqarib yuborishadi degan gap qonuniy tartib emas. Ammo amaliyotda odamlar hujjati to'liq bo'lmasa, o'z huquqini bilmasa, baholashga e'tiroz bildirmasa, yozma murojaat qilmasa zarar ko'rishi mumkin. Asosiy qism 1. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Men endi eng muhim joyini oddiy qilib ajratib beraman. Agar sizning uyingiz kadastrdan o'tgan bo'lsa, mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa, oldi sotdi, hadya, meros yoki boshqa asosiy hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yer chegaralari kadastrdagi chizma bilan mos bo'lsa, uy garovda bo'lmasa yoki kreditlar o'z vaqtida to'lanayotgan bo'lsa, siz vahima qilishingiz shart emas. Bunday holatda hech kim sizni bir kunda uydan chiqarib yubora olmaydi. Birinchi toifa, kadastr yo'q uyda yashayotganlar. Masalan, odam 2025 yilda tanishidan hovli sotib olgan, $25,000 pul bergan. Lekin notarius orqali rasmiylashtirmagan. Qo'lda tilxat bor, qo'shnilar guvoh. O'sha uyga 9 yildan beri pul sarflagan, qo'shimcha 2 xona qurgan, gaz, svet, suv ulagan. Bugun uyni sotmoqchi bo'lsa, rasmiy egasi haligacha eski odam bo'lib turibdi. Agar eski egasi vafot etgan bo'lsa, uning farzandlari chiqib, bu uy otamizniki edi desa, hozirgi yashayotgan odam juda qiyin holatga tushadi. Tilxat yordam berishi mumkin. Lekin bu notarial oldi-sotdi shartnomasi o'rnini to'liq bosmaydi. Sudga borish, dalil yig'ish, pul berilganini isbotlash, foydalanib kelganini ko'rsatish kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa, ipoteka yoki kredit garovidagi uy egalari. Masalan, oila 400 million so'mlik ipoteka olgan. Har oy 5 million so'm to'lov qilish kerak. Dastlab yil yaxshi to'lagan, keyin ish yo'qolgan, 6 oy to'lov qilinmagan. Qarzdorlik jarima va foizlar bilan naqd 5 million so'mga yetgan. Bank birinchi ogohlantiradi, keyin sudga beradi. Sud qarori chiqqach, majburiy ijro boshlanadi.
Agar qarz to'lanmasa, garovdagi uy auksionga chiqarilishi mumkin. Odamlar buni bank uyini tortib oldi deydi. Huquqiy tomondan esa garov shartnomasi bor, qarz majburiyati bor, sud qarori bor. Shuning uchun ipoteka olgan odam har bir bandni tushunishi kerak. Kechikish bo'lsa bank bilan yozma kelishish, restrukturizatsiya so'rash, muddatni uzaytirish, vaqtincha imtiyoz so'rash juda muhim. Uchinchi toifa noqonuniy qurilish qilganlar. Masalan, kadastrda hovlining maydoni 4 sotiq, lekin odam qo'shni bo'sh turgan yerga 25 sotiq qo'shib devor tortgan. Yoki ko'p qavatli uyda yashovchi fuqaro birinchi qavat balkonini buzib, ko'chaga qarab do'koncha qilib olgan. Yoki tom ustiga ruxsatsiz mansarda qurgan. Bunday qurilishlar keyinchalik muammo bo'ladi. Gaz, elektr, suv tarmog'iga ulashda, sotishda, meros rasmiylashtirishda, davlat tekshiruvlarida qo'shni shikoyat qilganda noqonuniy qurilish sud qarori bilan buzdirilishi ham mumkin. Bu ayniqsa umumiy foydalanishdagi yer, ariqlar, yo'laklar, bolalar maydonchasi, yo'l cheti, muhofaza hududi, elektr liniyasi tagida qurilgan obyektlarga tegishli. 4-toifa merosni rasmiylashtirmaganlar. Juda ko'p oilalarda ota-onadan qolgan uyda bir farzand yashaydi. Boshqalar chetda 10 yil o'tadi, 15 yil o'tadi. Hamma uy seniki deb og'zaki aytgan bo'ladi. Lekin hujjatda ota yoki ona nomida turadi. Keyin vorislardan biri fikrini o'zgartiradi yoki uning farzandlari da'vo qiladi yoki uy sotilishi kerak bo'ladi. Shunda hamma muammo boshlanadi. Meros masalasida notariusga 6 oy ichida murojaat qilish, vorislik huquqini rasmiylashtirish, barcha vorislar bilan kelishuv qilish kerak. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa ham vaziyatga qarab sud orqali yoki notarial tartibda hal qilish yo'llari bo'ladi, lekin cho'zish zarar. 5-toifa sud nizosidagi uy egalari. Masalan, er-xotin ajrashgan, uy er nomida, lekin nikoh davrida olingan. Ayol uy umumiy mulk deydi. Erkak esa uyni tezda sotishga harakat qiladi. Yoki aka-uka meros bo'yicha kelisha olmaydi. Yoki qo'shni chegaraga e'tiroz bildiradi. Bunday holatda uyga taqiq qo'yilishi mumkin. Taqiq bo'lsa sotish, hadya qilish, garovga qo'yish mumkin bo'lmaydi. Bu ham uyimni olib qo'yishmoqchi degan qo'rquvni keltiradi. Lekin aslida bu sud nizosi tugaguncha mulkni saqlab turish chorasi bo'lishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Men buni ham aniq aytaman. Agar siz uyni notarius orqali olgan bo'lsangiz, kadastr pasportingiz bor bo'lsa, davlat reyestrida mulkdor sifatida ko'rinsangiz, soliq qarzingiz jiddiy bo'lmasa, bank garovi bo'lmasa, sud taqiqi bo'lmasa, yer chegarangiz qonuniy bo'lsa, sizga kelib yangi qonun chiqdi, uyingizni olib qo'yamiz deyishsa, darhol hujjat talab qiling. Og'zaki gapga ishonmang. Har qanday talab yozma bo'lishi kerak. Qaysi organ, qaysi qaror, qaysi asos, qaysi modda, qaysi muddat, qanday tartib. Uy-joy masalasida eng katta xatolardan biri shuki, odamlar faqat kadastrim bor desa, hamma narsa hal deb o'ylaydi. Lekin kadastr borligi albatta yaxshi, ammo u hamma xavfni yo'q qilmaydi. Masalan, kadastr bor, lekin uy bank garovida. Kadastr bor, lekin sud taqiqi bor. Kadastr bor, lekin mulk nikoh davrida olingan va turmush o'rtog'ining roziliksiz sotilmoqda. Kadastr bor, lekin yer chegarasi amalda boshqa. Kadastr bor, lekin hujjat soxta yoki avvalgi bitimda katta xato bo'lgan. Shuning uchun hujjatni tekshirish faqat bitta qog'ozni ko'rish emas. Yana bir nozik masala, uy sotib olayotganda kommunal qarzlar. Ba'zan sotuvchi hammasi toza deydi. Lekin elektrdan 3 million, gazdan 2 million, suvdan 200 ming so'm qarz chiqadi. Bu qarz kimga tegishli, qaysi davr uchun, shartnoma qanday tuzilgan? Bularni oldindan tekshirmasangiz, keyin yangi egaga bosim bo'lishi mumkin. Shuning uchun sotdidan oldin gaz, elektr, suv chiqindi, soliq bo'yicha ma'lumotnoma olish kerak. Yana bir muhim istisno, uy yoki yer davlat ehtiyoji uchun olinadigan bo'lsa, jarayon shaffof bo'lishi kerak. Sizga og'zaki ertaga buzamiz deyishsa, bu yetarli emas. Qaror bo'lishi kerak, baholash bo'lishi kerak, kompensatsiya masalasi kelishilishi kerak. Siz berilayotgan pulga rozi bo'lmasangiz, mustaqil baholovchi jalb qilish, e'tiroz berish, sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Masalan, sizning hovlingiz bozor narxida 90 million so'm turadi, lekin sizga 500 million taklif qilishyapti. Siz mayli, davlat aytayapti-ku deb imzo qo'ysangiz, keyin e'tiroz qilish qiyinlashadi. Hech qachon tushunmagan hujjatingizga imzo qo'ymang. Imzo qo'yishdan oldin nusxaning yuristga ko'rsating, bahona solishtiring. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir xavf, ishonchnoma orqali uy olish. Masalan, kimdir sizga uyni sotmaydi. Faqat umumiy ishonchnoma beradi. Mana yashayvering, keyin sotib olasiz. Siz pulni berasiz, ishonchnoma olasiz. Lekin ishonchnoma bekor qilinishi mumkin.
muddatli bo'lishi mumkin. Ishonchnoma bergan odam vafot etsa, ko'chini yo'qotishi mumkin. Bu uy sizniki bo'lib qolganini anglatmaydi. Uy sotib olayotganda asosiy yo'l notarial oldi-sotdi shartnomasi va davlat ro'yxatidan o'tkazishdir. Yana bir vaziyat, uy er-xotin nikohi davrida olingan bo'lsa, hujjatda faqat er yoki faqat xotin nomida turishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda ikkinchi tarafning huquqi yo'q degani emas. Agar sotuvchi turmush qurgan bo'lsa yoki ilgari nikohda bo'lgan bo'lsa, notarius rozlik masalasini tekshiradi. Lekin xaridor sifatida siz ham xushyor bo'lishingiz kerak. Chunki keyin sobiq turmush o'rtog'i bitimni nizolashi mumkin. Yana bir nozik jihat, bolalarning ulushi bor uylar. Agar uyda voyaga yetmagan bola mulkdor bo'lsa yoki ulushi bo'lsa, bunday mulkni sotishda vasiylik va homiylik organi ruxsati talab qilinishi mumkin. Ota-ona o'zimizning bola-ku deb o'ylaydi. Lekin qonun bola manfaatini alohida himoya qiladi. Bolaning ulushi yomonlashmasligi, unga boshqa joydan teng yoki yaxshi sharoit berilishi kerak. Noqonuniy qurilishni qonuniylashtirish masalasida ham odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ba'zan falon odam hammasini hal qilib beradi. Pul bering deydigan vositachilar chiqadi. Men bunday va'dalarga ishonmaslikni maslahat beraman. Har qanday qonuniylashtirish faqat vakolatli organlar orqali, rasmiy ariza, rasmiy to'lov, rasmiy javob bilan bo'lishi kerak. Agar qurilish sanitariya, yong'in xavfsizligi, shaharsozlik, muhofaza zonasi talablariga zid bo'lsa, uni rasmiylashtirish imkonsiz bo'lishi ham mumkin. Qarz masalasida ham bir noto'g'ri tushuncha bor. Mening bitta uyim bor, hech kim tegmaydi deyishadi. Ayrim holatlarda qonun qarzdorning yagona yashash joyini himoya qilishi mumkin, lekin bu mutlaq qalqon emas. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, ayniqsa ipoteka bo'lsa, garov majburiyati alohida ahamiyatga ega. Ya'ni siz o'sha uyni qarz ta'minoti sifatida bergan bo'lsangiz, qarzni to'lamaslik oqibatida uyni realizatsiya qilish xavfi mavjud. Shuning uchun yagona uyim-ku deb beparvo bo'lish noto'g'ri. Endi men sizga aniq amaliy qadamlarni beraman. Videoni ko'rib bo'lgach, bugunoq kamida birinchi 3 ta qadamni bajaring. Birinchi qadam, uyingizning hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Sizda kadastr pasporti yoki kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori yoki boshqa asos bo'lishi kerak. Agar uy ipotekada bo'lsa, kredit shartnomasi va garov shartnomasini ham qo'shing. Agar uy nikoh davrida olingan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjatlari ham kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, mulk kimning nomida, maydoni qancha, yer chegarasi qanday, taqiq yoki cheklov bormi? Shularni aniqlang. Agar elektron xizmatlar orqali ko'rish imkoningiz bo'lsa, onlayn ham tekshiring. Eng muhimi, hujjatdagi maydon bilan real devor. Qurilish qo'shimcha xona mos keladimi, shuni solishtiring. Uchinchi qadam, taqiq, garov, sud nizosi bor yo'qligini aniqlang. Agar uyingizni sotmoqchi bo'lmasangiz ham buni bilish kerak. Ba'zan odam bilmaydi, lekin eski qarz, aliment, soliq, bank yoki sud nizosi sabab mulkka taqiq qo'yilgan bo'ladi. Keyin shoshilinch sotish kerak bo'lganda hamma ish to'xtab qoladi. 4-qadam, kommunal va soliq qarzlarini tekshiring. Elektr, gaz, ichimlik suvi, issiqlik chiqindi, yer va mol-mulk solig'i bo'yicha qarzlar bor yo'qligini biling. Agar qarz bo'lsa, qaysi davr uchun yozilganini aniqlang. Masalan, eski egadan qolgan qarz bo'lsa, oldi-sotdi hujjatlari, hisoblagich ko'rsatkichlari, dalolatnoma kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar uy merosdan qolgan bo'lsa, vorislar bilan masalani rasmiy hal qiling. Akam rozi, singlim chet elda, gap yo'q. Hamma biladi degan. Og'zaki kelishuv ertaga yetarli bo'lmasligi mumkin. Notariusga boring, vorislar ro'yxatini aniqlang. Kim voz kechadi, kim ulush oladi, hammasini qonuniy qiling. 6-qadam, agar noqonuniy qurilish bo'lsa, yashirmang, tartibini aniqlang. Qurilmani qonuniylashtirish mumkinmi? Mumkin bo'lmasa qanday xavf bor? Qaysi organ ko'rib chiqadi? Ariza qanday yoziladi? Shularni bilib oling. Ayniqsa yo'l cheti, ariq usti, ko'p qavatli atrofidagi umumiy yer, elektr tarmog'i yaqinidagi qurilishlar juda xavfli. Qo'shni shikoyat qilsa yoki reja tushsa, muammo kattalashadi. 7-qadam, agar bank krediti bo'yicha kechikish bo'lsa, bankdan qochmang. Eng katta xato telefonni o'chirish, xatlarni olmaslik, o'zi tinchib ketadi deb yurish. Aksincha, bankka yozma ariza bering, daromadingiz kamaygan tushuntiring, to'lov jadvalini o'zgartirishni, jarimani kamaytirishni, muddat berishni so'rang. Arizadan nusxa oling, qabul qilingan sanani yozdiring.
Keyin sudda ham siz masalani hal qilishga uringan bo'lasiz. 8-qadam, agar sizga uyingiz buziladi yoki chiqib keting deyishsa, darhol yozma asos so'rang. Qaysi qaror, kim chiqargan, kompensatsiya qancha, baholashni kim qilgan, qachon kelishuv bo'ladi, qayerga e'tiroz berish mumkin. Hamma savolni yozma bering. Og'zaki va'da, og'zaki qo'rqitish, og'zaki kelishuvga ishonmang. Agar bosim bo'lsa, advokat yoki yuristga murojaat qiling. Prokuratura, sud yoki yuqori tashkilotlarga yozma shikoyat qilish mumkin. 9-qadam, uy sotib olayotgan bo'lsangiz, pulni hujjatdan oldin bermang. Avval kadastrni tekshiring, mulkdor shaxsini tekshiring, nikoh holatini tekshiring, taqiq va garovni tekshiring, kommunal qarzlarni tekshiring. Keyin notarius orqali rasmiy shartnoma qiling. Avans berib turing, ertaga notariusga boramiz, ishonchnoma yetadi degan gaplar katta xavf. Agar avans berilsa ham, yozma shartnoma, shaxsiy ma'lumotlar, summa, muddat, qaytarish sharti aniq bo'lsin. 10-qadam. Barcha yozishmalarni saqlang. Bank bilan yozishma, hokimiyatdan kelgan xat, kadastr javobi, qo'shni bilan kelishuv, baholovchi xulosasi, notarius hujjatlari, to'lov kvitantsiyalari, bularning hammasi ertaga sizni himoya qiladi. Huquqda men aytganimdan ko'ra mana hujjat kuchliroq. Men yana bir hayotiy misol beraman. Bir fuqaro hovli sotib olgan. Hujjatda 3 marta qilsa sotiq. Lekin realda 5 sotiqdan foydalanib kelgan. Inniki hech kim tegmagan. Keyin yangi yo'l loyihasi tushganida ortiqcha 22 sotiq davlat yeriga kirib ketgani aniqlangan. Fuqaro men shuncha yildan beri ekib kelyapman dedi. Lekin foydalanish boshqa, mulk huquqi boshqa. Natijada kompensatsiya faqat hujjatdagi qonuniy qism bo'yicha hisoblanishi mumkin bo'ldi. Agar u oldinroq chegarani aniqlab qonuniylashtirish imkonini tekshirganida zarar kamroq bo'lardi. Yana bir misol, xotin ipoteka olgan. Uy nomida. Ajrashgandan keyin to'lovni to'xtatgan. Ayol bolalari bilan o'sha uyda yashagan. Bank sudga bergan. Ayol men bexabar edim dedi. Lekin shartnomalar, to'lovlar, garov majburiyati bor edi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l ajrim vaqtida mulk va kredit majburiyatini ham sud orqali aniq taqsimlash, bank bilan alohida kelishish, to'lovlarni kim qiladi degan masalani hujjatlashtirish edi. Yana bir misol. Aka uka otadan qolgan uyda kelishi olmagan. Kichik uka uyda yashagan, katta aka chet elda bo'lgan. Kichik uka uyga ta'mir qilgan, 200 million so'm sarflagan. Keyin katta aka kelib ulushni talab qilgan. Kichik uka men ta'mir qildim, uy meniki dedi. Lekin meros ulushi alohida, ta'mir xarajati alohida masala. Agar u ta'mir qilishdan oldin vorislikni rasmiylashtirganda, kelishuv tuzganda, sarflagan pulni hujjatlashtirganda nizo boshqacha hal bo'lardi. Xulosa shuki, qonuniy hujjatlari joyida bo'lgan uy egasi vahimaga tushmasligi kerak. Lekin kadastr yo'q, merosi rasmiylashmagan garovdagi qarzdorlik bor. Noqonuniy qurilgan yoki nizoli uylar bo'yicha xavf real. Uy tortib olinishi odatda bir kunda. Sababsiz bo'lmaydi. Buning o'rtida qarz, sud qarori, garov, davlat ehtiyoji, noqonuniy qurilish yoki hujjatdagi xato bo'ladi. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, kadastrni aniqlang, qarzlaringizni ko'ring. Meros va oilaviy ulush masalasini cho'zmang. Hech qachon tushunmagan hujjatga imzo qo'ymang. Agar sizga bosim bo'lsa, yozma asos so'rang va mutaxassisga murojaat qiling. Kommentariyada yozing, sizning uyingiz kadastrdan o'tganmi? Meros yoki ipoteka bo'yicha savolingiz bormi? Siz yashayotgan hududda buzilish yoki kompensatsiya masalasi ko'tarilganmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun bir oilaning uyini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin.